Hozir xarajatlar bo'yicha so'radilar. Aslida o'sha prezident qarori chiqishidan oldin taqdimot qilganimizda har xil o'sha bir nechta qimmatlar emas, 140 milliard so'mlar atrofida ketadi deb hisob-kitob qilingandi. Lekin aslida mana shu aholining faol internetdan foydalanish, chunki bu kutilmagan. Biz dastlabki hisob-kitob qilganimizda 20% internetdan qatnashsa, 80% alohida keyin uyma yurib yig'amiz deb hisob-kitob qilingan. Lekin mana shu 82% ga chiqqani xarajatlarni katta qisqartirish imkoniyatini berdi. Mana hozir prezentatsiyada ham aytdik, bitta odamga $12, ya'ni 12 sentdan tushdi. Bu boyagi nimada xalqaro standartlarda endi ba'zi davlatlar $3 gacha bitta nimaga sarflanadi, $3. Ba'zi endi rivojlangan davlatlarda bundan ham ko'proq, $5. Ayrim rivojlanayotgan davlatlarda kamroq. Bu albatta birgalikda qilingan harakatlar va hukumatni yaratgan sharoitni, bundan tashqari aholimizni faol ishtiroki va aholining o'sha internetdan foydalana olishi, o'zida imkoniyati borligi, raqamlashtirish imkoniyatlari, raqamlashtirishda shu 20-30 yilda, oxirgi 10 yilda raqamlashtirish bo'yicha yurtimizda katta ishlar qilingan, shularning natijasi deb aytish mumkin. Endi o'sha 12 sentni 9 ga ko'paytirsangiz, bir $4 million boshqa prognoz qilgansiz. Ha, prognoz qilingan. Qanchadan qancha pulda aytdingizmi? 120 milliardmi yoki 110 milliardmi qancha bo'ladi? Mana hozir kalkulyator o'rnida 12 sentni 39 ga ko'paytiring, keyin kursga ko'paytiring. Bir altta savol bor aka. 17 million. Kursga ham ko'paytirish, so'mda ham ayt. 56 million. 56 million.